1939-yil BMW 87 yillik mototsikl. Mana shildiki ham BMWniki. Bu dvigatelsiz turganning sababi eng uzoq restavratsiya qilgan mototsiklım mana shu 3,5 yildan beri. Dvigatelini bir ikkita detalini qidirdim. Yengil oldi topdim. Xudo xolasa martga chiqadi. Atak mana polniy kastoprav ishlari, mamtsirovkalari hamma yog'i qilingan 87 yillik mototsikl. O'sha mashhur BMW R35 modeli. Umumiy holatlari mana buni dajvam spitsasini mashqlari ham latuniy, hammasini tepasida belgilari bor. Mana shu holatda. Bunaqa qiziq narsalar ko'p. Kuzatishni davom etinglar. Qo'yib boraman, ko'rib maza qilinglar. BMW R35